tug'ilgan kun yoki turli xil marosimlarda qaysi brend ostida tayyorlangan qandolat mahsulotlariga buyurtma berasiz? Albatta, Safiya kompaniyasi tomonidan tayyorlangan shirinliklarga deysizmi? Bugungi kunda O'zbekiston bo'ylab o'z filiallariga ega bo'lgan Safiya kompaniyasi qariyb 20 yildirki, o'z mahsulotlari bilan nafaqat xalqimizni, balki qo'shni respublikalarimizni ham ta'minlab kelmoqda. Assalomu alaykum. Anglaganingizdek, bugungi suhbatdoshimiz Safiya brendi asoschisi, tadbirkor Madina Akmalovna. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat, sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Keling, suhbatimizni Safiya kompaniyasining ayni o'sha tarixidan boshlasak. Albatta, har bir tadbirkorlikni, har bir ish faoliyatni boshlashda o'zini dastlabki qiyinchiliklari bo'ladi. Safiya brendini bugungi kunga yetib kelishidagi o'sha boshdan o'tkazgan tarixidan so'zlab bersangiz. Ish faoliyati o'zani oilaviy, semeyniy biznesdan boshlaganmiz. Adam rahmatli boshlaganlar, onam boshlaganlar. Teshkulchadan boshlashgan. Teshkulcha sushka qilishardi. U paytda hech kim bo'lmas edi. Onam rahmatli o'zlari pishirardilar. Adam borib magazinlarga borib tarqatib kelardilar. Keyin birin-sirin bitta ikkita odam olishdan boshlashdi. Oila o'zi shunda 5-6 ta odamdan iborat bo'lgan. Lochira teshkulcha qilishganda. Lekin men o'zim yoshligimda juda ham pishirishga qiziqardim. 12 yoshimdan narsa pishirardim. Maktabda o'qiyotganimda hamma KVNlarga o'zim narsalar pishirib olib borardim. Da, juda ham qiziq hobbiyim edi. Konditerskiy zavodlar o'sha paytda bo'lardi-da, o'sha yerga borib сказка tort pirojniy qilishardi. O'sha yerga borib o'rganardim, qiziqardim juda ham. Magazindan o'sha har xil produktlar olib kelib, butun qo'shnilarga olib chiqib yedirtirardim. Degustatsiya o'tkazar ekanman. O'shanda 12 yashar qizligimda o'sha paytda degustatsiyalar o'tkazar ekanman. Mahsulotlarim u paytda jurnallardan, Liza jurnallardan olardim retseptlarni. Juda ham narsalarim shirin chiqardi. Hammaga manzil bo'lardi. Qo'ni-qo'shnilarnikida to'y hashamlar bo'lsa ham hamma pishiruvlarini man qilay deb hammasini pishirib o'zim olib chiqardim. Onamdan, buvimlardan o'tgan, ular juda ham pazanda bo'lishgan. Keyin ular teshkulcha qilishni boshlashgandan keyin o'zim qiziqib, men ham shu bitta kichkina konditerskiy magazin ochib, shu narsani boshlab ko'rsam nima bo'lar ekan deb shu narsaga qo'limni urganman. Yoshim katta edim. Chunki yoshligimda qilganimdan keyin turmushga chiqdim 18 yoshda. Ikkita farzandning onasi bo'ldim. Ularning tarbiyasi bilan shug'ullandim. Shu mahalda ota-onamga o'zligi teshkulcha pishirishni boshlashdi. Farzandlarimni sal voyaga keltirganimdan keyin 30 yoshimda boshladim shu ishimni. O'zim sekin kichkinagina bitta magazin arendaga olib, narsa pishirib, o'zim pishirib, o'zim olib chiqib sotardim. O'zim noldan boshlab. Boshlanish qanaqa bo'lgan? Mahsulotlarni, misol sotish jarayoni, xaridorni jalb qilish, xaridorni jalb qilish boshida shunaqa qiyin bo'lgan. Ko'chalarga olib chiqib olardim-da, kichkinagina stulchik qo'yib olardim-da, ko'chada o'tgan-ketgan odamni chaqirardim. Kelinglar, men bitta buchkalar pishirib qo'ydim, pechenyelar pishirdim, kiringlar ichkariga magazinga deb chaqirib taklif qilurardim hammani. Tanovul qilgandan keyin albatta qilishardi-da. Yoqib qoladi. Yoqqandan keyin kirishardi. Qarasam, odamlar narsalarimni olishyapti. Keyin yordamchi oldim. O'sha yordamchilarga o'zim o'rgatdim. Kitoblardan o'zim bilgan narsalarimni bu yoqda onam kelib yordam berdilar, qarashdilar-da. Shunaqa kunlar bo'lardi. 24 soat ishlardim. Kechasi bilan uxlamas edim. Ertalab vaqtli to'rda turib bozorga tushishim kerak bo'lardi. Ertalab vaqtli tushganda shunaqa vaqtli tushar ekanman, arava kash bolalar bo'lishmas edi. O'zim o'sha yerda aravalar turar ekanda, o'zim shunda aravasini olib, 3 ta to'rda bozorni qilib, keyin uyalib ham qolardim go'mahalda. Voy, kimdir ko'rsa, men aravakashlikka Madina ishga kiribdi-da, deyishadi deb xijolat ham qilardim. Bozor o'chab qilib kelardim, ertalab vaqtli kelardim. Keyin narsa pishirishni boshlardim. Orasida farzandlarimni maktabga jo'natardim. Bir qoshiq o'yimda ovqatimni ham ulgurardim qilishga. Kelib, keyin shu pishir kuydir tortlar pishirib, o'sha ikkita yordamchi odam olganman. Ularga orasida o'rgatib, magazinda u narsani klientlarga sotib, o'zim reklama qilib
sotib, keyin o'zim siryo produktlarni prixod rasxodlarini qilib, keyin o'yga 9-10da charchab kelganimdan keyin shunda ham retsept qidirib, kitobda retseptura ertaga nima narsa pishirish ekan, klientlarga nima yoqar ekan deb kechasi kitob bilan uxlab qolardimda, ertalab yana azonda vaqtli 4-5da turardim. Shunda ko'pincha otamga yig'lardim. Ada, charchab ketdim, qiynalib ketdim. Qiyin ekan bu ish deb ko'pincha bo'ldi, yopsam kerak, men kuchim yetmayapti deb yig'lardim. Juda ham ko'p yig'lardim. Shunda adam aytardilarki, qizim sabr qil. Hamma mehnatni ketidan rohat turadi. Ozgina sabr qilsang, hammasi zo'r bo'lib ketardi deb meni podдержка berardilar adam rahmatli. O'sha paytda shunchalik sharoit o'zi yo'q ekan, biz vложение qilmaganmiz biznes o'ziga. O'sha xo'jayinim baraka topsinlar, o'sha yog'ochdan etajerkalar, polkalar yasattirib berganlar. Sizni qo'llab-quvvatlashga. Chunki biza bu biznesga tikishga pulim ham yo'q edi-da. $300-400 bilan menimcha kirganman shu ishga-da, boshlaganman. Chidab, sabr qilib, mehnatimni qilganimdan keyin 1 oyda natijani ko'rganman. Har holda endi siryolarimga pul yetgan, olib kelishimga, обороtimga, sekin-sekin tushgan pulimga ozgina stollar, ozgina yana nimayda-chuda nimalardir olishga sharoitim bo'lgan. Demak, mahsulotlarga buyurtma ko'payib borgan kundan kunga. Sabr qilib, sekin-sekin klientlar kelyapti, reklama yo'q, u paytda internet yo'q, Instagram yo'q, afishalar yo'q hech qanaqa. Shu ko'chalarga chiqib, odamlarni chaqirib, kiringlar, mana bitta shirin narsalar pishiryapmiz, свежий булочкаlar pishirib qo'ydim deb sabrim bilan Alloh o'zi mehribon qo'llab-quvvatlab, sekin-sekin keyin bayramlar bo'lgan, yangi yillar esimda bor. Yangi yilda o'zimni firmenniy tortim bo'lardi, kiyevskiy tort. Klientlardan o'sha ko'chaga chiqib, klientlardan kiringlar ichkariga, yangi yilga rosa chiroyli kiyevskiy tort qilishni bilaman deb og'zaki gapirib chaqirgan ekanman-da hammani. O'shanda bir yangi yilda 1-yil ochganimda 10 ta zakaz olganman kiyevskiy tortga. Olgan odam yana odam boshlab olib kelavergan. Shunaqa qilib mijozlarim ham sekin klientim ham ko'payishgan. Auditoriyam ham juda ham ko'paygan sekin qilib. Keyin orasida farzandlarim yonimga kirishgan. Qizim yo'q, 3 ta o'g'lim bor. Kassir bo'lishardi. Kerak bo'lsa ko'chalarni uborkalar qilishardi, tozalab hamma yoqlarni, arovlarni yig'ishtirib tozalashardi. Keyin bayramlarda o'sha korobkalarga tortlarni konditerlarga qarashib, tortlarni korobkalarga solishib olishardi. Klientlar olishsa mashinasigacha olib chiqib berishardi. Yordamchilar bor, qo'llab-quvvatlashgan. Savol tug'ilishi tabiiy. Boshida mahsulotlaringizni nomi boshqa bo'lgan, to'g'rimi? Dom выпечки от Madini bo'lgan boshida. O'zimni otim bo'lgan, o'zimni nomim bo'lgan. Safiya brendini nimaga aynan Safiya nomi deb ko'pchilik savol beradi? Safiya brendini o'g'lim farzandli bo'lgan, otini Safiya qo'yishgan. Navaringiz? Navaramda. O'shanda ko'p o'ylaganmiz. U paytda menga birinchi o'zim ish boshlaganimda hech kim magazinni nomini qo'yish kerak deyishmagan ekanda. Даже men bilasizmi, даже nomim ham bo'lmagan. Shirinlik o'yi bo'lganda. Keyin yo'q, bunga nom qo'yish kerak deyishgan. Mayli, Madina qo'yib yubora qolinglar deb o'zim otimni qo'yib yuborganman. Keyin уже международныйga chiqamiz inshaalloh. Уже nomini bo'ldi takoy anaqa chiroyli nom qo'yish kerak deyishganda, navarali bo'lganimda bizada ishxona o'zida bitta xodim o'zi bor, Vika degan, necha yildan bir 15 yildan bir men bilan ishlaydi. Madina, почему бы не назвать дом выпечки от Madini Safiya degan. Shu narsa menga shundoq ma'qul bo'lgan. Keyin shu Safiya qo'yganmiz navaramni nomiga. Birinchi navarangiz bo'lgan, birinchi navaram.
o'shalarga Da. atab Hozir u qo'yilgan. nevaramga 13 yoshga to'ldi u nevaram. Xursand bo'lib faxrlansa kerak. Judayam hozir lekin judayam tushunmaydi hali. hali. Judayam O'sha tushunmaydi. logotipida ham qizaloqni rasmi Da, bor. Safiya mana shunaqa shochkali, yuzlari dumdumaloq nevaram bor, shu Safiyaga o'xshaydi Safiya. Biz nimaga aynan qizaloq yoki Safiya bilan bog'liqmi deb ko'pchilik savol berdi. Mana shu demak shu orqali bilib oldikki, aynan nevaramni o'sha nomi. Madina Akmalovnaning nevaralari Safiya bo'lgani uchun shu Safiya brendi nomi aynan Safiya qo'yilgan ekan. 2018-yilda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlar bilan bo'lgan uchrashuvda Safiya kompaniyasiga ma'lum bir yer maydonini ajratgan ekanlar. Bu qanchalar amalga oshdi? Voy, baraka topsinlar Shavkat Miramonovich, umrlari uzoq bo'lsin, tan jonlari sog' bo'lsin. Ijarada edik. Juda ham qiynalib qolgan ahvolda edik. Chunki rivojlanguzi kelyapti, mablag' o'zi yo'q, sharoit o'zi yo'q, zavod o'zi yo'q, sig'mayapmiz. Klienturalardan spros katta ketyapti. Shirovlar o'ziga talab katta bo'lyapti-da. Bizda sharoit bo'lmaganiga biz juda ham qiyin ahvolga tushib qolgan edik. Uchrashuvdan keyin shu yengillikni olib kelganlarida naqadar biza xursandchilik bo'lgan, siz tasavvur ham qila olmaysiz. Butun ishxona o'zi xursand bo'lgan. Shunaqa endi bizaga xursandchilik olib kelganlar, yer berib, 1 yil deganda yer oldik, zavodni mana qurdik, alhamdulillah. Ko'chib ham kelib mana 3 yildan beri faoliyat ko'rsatyapmiz. O'sha paytda sharoit o'zi yo'qligida 40 ta tochka o'zi bo'lsa, hozir 140 ta tochkaga darajagacha chiqdik. Shunchalik bizaga shu zavod kerak edi. Prezidentimizning qo'llab-quvvatlaganlari sababli tadbirkorlar bugungi kunda chet mamlakatlardan o'sha mahsulotlar, pishiriqlardan o'zining maxsus baribir texnikalari bor. O'sha olib kirish masalasi ham ancha, shu soliqlar masalasi ancha imkoniyat yaratildi, to'g'rimi? Judayam katta sharoitlar yaratildi. Aytganingizdek, liniyalar olib keldik. Sharoit o'zi yo'q edi, liniyalar olib kelishga. Odamni ko'paytirdik. Magazinlar o'zani ochdik. Assortiment o'zani, pishirovda assortiment o'zani 2 barobar ko'paytirib yubordik. Oldin 200 ta assortiment o'zi bo'lsa, 400 ta qilib yubordik assortiment o'zani. Shunaqa sharoitlar o'zi zo'r bo'lib ketdi. Bugungi kunda Safiya fabrikasida nechta inson faoliyat yuritadi? 4,5 mingta. 4,5 mingta ishchini ish bilan ta'minlaymiz. Fabrikani ichida 2,5 mingta, magazinlarda, sotuvlarda 2 mingta. 4,5 mingta odam ishlaydi. Kelgusida maqsadlar o'zi katta. Inshaalloh nasib qilsa ko'p joylarda ochmoqchimiz. Ushbu seximiz bu xamir mahsulotlari ishlab chiqarish sexi. Ko'rib turganingizdek bizda asosan qo'l mehnati ishlatiladi. Bu yerda deyarli kuniga 30 mingga yaqin bulochka, 15 mingga yaqin somsa ishlab chiqariladi. Asosan ayollar tashkil topadi. Ya'ni ta'kidlab o'tmoqchimanki, biz hozir inklyuziya proyektini boshlaganmiz. Bu nima degani? Biz nogironligi bor, ikkinchi guruh nogiron, asosan eshitmaydigan, kar sog'liqlarni ishga olganmiz. Hozirgi kunda 100 ga yaqin shunaqa xodimimiz ishlaydi. Shu seximizda ularga barcha sharoitlar yaratilgan. O'zimiz tomonidan surda tarjimonimiz bor. Ularning salomatligiga qarab Albatta, ularning salomatligiga qarab, ularni cheklangan imkoniyatidan kelib chiqib, xuddi shunaqa ishlab beramiz va ular hozirgi kunda juda samaradorligini ko'rsatyapti, chunki vaqtini bekor gaplarga, boshqalarga hech sarflamaydi, faqat turib joyida ishini qiladi. Ular oylik maoshlari ham yaxshi bo'lsa kerak. Albatta. Agar ishchi xodimlar xursand bo'lsa, ish ham sifatli bo'ladi, to'g'rimi? O'shaning uchun biz imkon darajasida barcha sharoitlarni qilib berishga harakat qilamiz. Misol uchun, og'irroq mehnat qiladiganlarga qo'shimcha pul to'laymiz yoki bir oyda bir marta uyiga bir kichkina ro'zg'or qilib beramiz. Mana shu fabrikadan eng yoqadigan joyi qaysi? Qaysi joyga har gal kirib maza qilib chiqasiz? Siz aytganingizdek, albatta, har bir sexi, har bir burchagi, har bir joyi biz uchun sevimli, chunki o'zim korxonada deyarli 9 yildan beri ishlayman. Yangi pishib chiqqan mahsulotlarni ko'rganimda juda ko'zlarim quvonadi. Sifatlari juda a'lo darajada deb o'ylayman, chunki biz mijozlarimizdan hech bir hali yomon e'tiroz hech kelgani yo'q. Aynan shu xamir mahsulotlari bo'yicha. Shuning uchun menimcha shu joy eng yaxshi ko'rgan joyimiz ham bo'ladi. Yana bir savol tug'iladi. Safiya brend ko'pgina tanlovlarda
tadbirlarda o'sha yangi yil arafasida bo'ladigan ko'pgina o'sha tanlovlarda birinchilikni yo gran prini adashmasam 4 yil yo 5 yildan beri yil brendi mukofotini olib kelyapmiz. O'shandagi taassurotlar shu jarayon haqida ham gapirib bering. Taassurotlar haqida gapirganda nima? Faqatgina quvonch, ikkinchidan g'urur va faxr. Eng muhimi bu unvonni bizga mijozlarimiz xalq tomonidan berilayotgani bu juda quvonarli holat. Bundan biz juda faxrlanamiz. Xudo xolasa O'zbekistonning har bir viloyatida Safiya shoxobchasi bo'ladi. Hozirgi kunda Sirdaryo viloyatida qurilish ishlari ketyapti. 2 oylar ichida o'rta ham savdo shoxobchamiz ochilishi rejalashtirilgan. Jizzax viloyatida yaqinda ochdik va shu bilan O'zbekistonning har bir viloyatida bizning shoxobchamiz bor bo'ladi, filialimiz bor bo'ladi. Xo'p, mana O'zbekistonni butun hududini qamrab oldik. Chet davlatda ham, mana qo'shni davlatlarda ham hozirgi kunda o'zimizni o'sha filiallarimiz mavjud. Yana boshqa o'sha Yevropa davlatlariga balki chiqish niyatlari bordir. O'tgan yili Almatada bu uzoqroq O'zbekistondan ancha Chimkent shahrida ancha uzoqroq birinchi do'konni ochdik. Yana savol tug'iladi, ularga mahsulotni O'zbekistondan yetkaziladimi yoki o'sha yerni o'zida tayyorlanib sotiladimi? Mahsulotni bir 60-70% O'zbekistonda yetkazib beriladi va qolgan qismi bir 30% u yerda joyida tayyorlanib pishiriladi. U yerda kichkina seximiz bor. O'sha yerda ishlab chiqariladi. Mana yaqinda o'zim yakshanba kuni bolalarim bilan Sergeli filialida bo'ldim. 24 soat ishlarga qulay. Eng yoqqan tomoni bolalarimiz tinch. Bolalar maydonchasi bor ekan. Bolalarimizni qo'yib, o'zimiz opa-singillar maza qilib, chaqchaqlashib o'tirdik. O'sha kirgan Sergeli filiallaringiz bu bizning flagman filial deyiladi. Flagman filiallarimiz bu katta o'tiradigan joylari ko'p. Barcha shu turdagi filiallarimizda hamma sharoitlar yaratilgan. Shirinliklar bolajonlarni jonu dili, albatta o'sha tug'ilgan kunlarda, yaxshi kunlarda shirinliklarni ko'proq iste'mol qilib qo'yishadi. Bunga biz tanbeh bera olmaymiz, baribir uyda mehmon bo'ladi. Ayrim mahsulotlar, ayrim shirinliklar o'sha shirin ta'mini me'yordan oshirib yuboradimi? Biza ham bilasizmi, mana shu tortlar ro'zada kremlar ro'zani juda ham shirinini men maksimalni kamaytirishni xohlayman-da. Shu narsani. Juda ham mana shu yeganda biza hamma narsani tabiiy narsa ishlatamiz. Malina, smorodina, vishnya hech qanaqa sun'iy narsa qo'shmaymiz-da. O'sha tortni yeganda, pirojnini yeganda shirin, yagoda, vishnya, naturalniy produktlarni mazasini o'ldirib qo'yadi-da. O'shanga shirinni kam qilsanglar, maza bilinsin, notasi bilinsin deyman-da. O'zi maksimal darajada shirinlikni, shakari kam solishni harakatini qilamiz. Allergiklarga PP liniyani yaratganmiz. Bu PP liniya o'zi hamma magazinlar o'zida bor. Bu bemalol allergiklar olib yo'laydi bizning shirinliklarni, PP desertlar o'zani. Safiya shirinliklarining narxi haqida gaplashsak, ba'zan qimmat emasmi deb qolamiz. Sababi boshqa shirinliklar bilan taqqoslaganda anchagina tafovut bor. Bunga sabab nimada? Biza Safiyada oliy darajada produkt ishlatamiz. Sifatli, sun'iy narsalar ishlatmaymiz. Hammasi naturalniy produkt. Mevali shirinliklarga ehtiyoj katta, ko'pchilik yaxshi ko'radi. Umuman mevalarni qishin, yozin saqlash uchun uni saqlash ham baribir qiyinchilik tug'diradi. O'zingizni bog'ingizga egamisiz yoki buni saqlash tartibi qanaqa? Xudo xolasa mevazor qilishga hozir biza yozda sezon o'zida shpankalar, malinalar, golubika, yejevikalarni hamma narsani o'zini chetda viloyatlardan sotib olamiz. Katta объемlarda, morozilkalarda ularni hammasini saqlaymiz. Hozir o'tgan yili biza eksport qilib ham olib keltirdik golubika, malinalarni. Boshqa davlatlar. Katta davlat, boshqa davlatlardan. Hamma narsa. Yana shirinliklarda sut mahsulotlari ishlatiladi. Sut mahsulotlari haddan ortiq ko'p ketsa kerak. Bu tabiiy. Ferma bormi yoki qaysidir fermerlar bilan shartnoma qilingan. 3-4 ta fermerlar bilan joylarini borib ko'rib kelib, o'zi xotirjam bo'lib, bizning отдел o'zi bor, OTK отдел. Har bitta joydan olish o'zidan albatta ular chiqib ko'rib, bizga standart o'ziga to'g'ri keladimi yo'qmi ko'rib kelishadi. O'shandan keyin biz ular bilan dogovor qilib, o'sha fermalar bilan dogovor shartnoma qilib, har bitta mahsulot o'zini tarixi bor. Hozir men
hozirgi paytda texnolog bo'lib ishlayapman, bosh texnologiman Safiyada. O'shaning uchun butun mehrimni, butun kuchimni shu mahsulotni yaratishga kuch beraman. Yangi mahsulot yarataman, sifatiga qarayman. Har bitta mahsulotni o'zini tarixi bor. Masalan, mashti turgan mahsulotlarning ham o'zini tarixi bor. Bular eklerlar. Bizada 8 xil ekler bor. Buni har xil nachinkali bor. Shokoladniy bor, kokosovый bor, yagodniy bor. Bularni yaratgan o'ziga 6 yil bo'ldi. Har bittasini yili bor, Yili bor. 6 yil bo'lgan. 6 yoshga to'ldi. Da, qachon yaratilgan, qanaqa biza bularga vkusovoy kачествоlarni yaratguncha qancha vaqt ketgan, 3 oy, 6 oy bir xil narsalarni bir yillab yaratamiz-da. Bu shu yaratganmiz, shunchalik bu xalqqa manzil bo'ldiki, shu narsa joyida 6 yildan beri yashayapti. Ko'p mahsulotlar o'zi bor, yashamaydi. 1-2 oy, 3 oy, 4 oy, 1 yil yashaydi, maza qilib olib ishlatishadi. Tartaletka, bularning istoriyasiga 17 yil bo'ldi. O'sha birinchi ishimni boshlaganda shu tartaletkalar yaratganmiz. 17 yildan beri xalqi dasturxonida har bittasini zuvalab olib, qoliplarga solib, buni ichida tiydik mehnatini endi faqat odam ko'rsa bila oladi. Qanaqa mehnat turibdi buni ketidan. Demak, har bir shirinlikni o'z tarixi bor. Demak, yil bo'lgan, mana 6 yil, 10 yil, 17 yil tarixga ega Mana bu pirojnilar o'ziga 8 yil bo'ldi. Mana e'tibormani har bizada yaratgan narsalar o'zi uzoq muddatda xizmat qiladi xalqqa. Chunki biz yaratgan o'zida juda ham mehr o'zani beramiz. Madina opa, xorijiy mamlakatlarda ko'p bo'lasiz. Mana yaqinda telefon orqali muloqotda bo'lganimizda ham ayni chet davlatda ekaningizni aytdingiz. Siz ayni chet mamlakatlarda ish yuzasidan borasizmi yoki sayohatlarni xush ko'rasizmi? Yo bo'lmasam ham ziyorat, ham tijoratmi? Ham ziyorat, ham tijorat desa ham bo'ladi. Ziyorat qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Путешествовать qilishni, chiroyli joylarni ko'rib, ilhomim keladi, g'oyalarni olaman. Suhbatimizni an'anaviy savollar bilan davom ettirsak, madaniyat tushunchasiga Madina Akmalovna qanday ta'rif beradi? Madaniyatni odob, odamlarga mehr oqibat, odamni tarbiyasini madaniyat deb bilaman. To'g'ri tarbiya oladigan odamlarni madaniyat deb bilaman. Bugungi suhbatimizni bir boshqacha bir kayfiyatda, boshqacha bir ruhda bo'ldi. O'ylaymanki, bizning suhbatimizdan keyin yosh tadbirkorlar yoki endi faoliyatini mana shu sohaga qo'shadigan tadbirkorlarga yaxshigina bir maktab bo'ldi, yaxshigina bir maslahatlaringizni berdingiz. Kelgusida o'zlarining ish faoliyatlarida albatta bu bergan tavsiyalaringiz as qotadi. Rahmat Madina. Rahmat sizlarga ham. Samimiy suhbat.